Assalomu alaykum. Bu video murojaatim Saida Mirziyoyevaga sizdan yordam so'ramoqchi edim. Bundan 9-10 oy oldin avariyaga uchragan edim. Hozir videolarini va rasmlarini qo'yaman. Men charchab ketdim. Har 2 oy 3 oyda sudga borib va sud menga hech qanaqa qaror chiqarmasdan orqaga yana ishni cho'zib va o'sha GAI xodimlariga ishni orqaga jo'natib yuborishi menga to'g'ri kelmayapti. Hozirgi holatimda mashinasiz qolganman va o'sha mashinaning orqasidan daromad ko'rib yurgan inson edim. Turadigan joyim Mirzo Ulug'bek Temur Maliyda turaman. Yordam berishingizni so'ramoqchi edim. Adolat qayerda? Nima uchun mana mashinamni orqamdan kelib urib va hozir meni hech qanaqa aybim yo'q deyotgani video hozir qo'yaman va u yo'lda mashina bordyur holatiga chiqib ketishi va keyin orqamdan kelib bez tormoz urishi, chegaralangan skorost holatida o'sha 60-70 da yurmasdan 140-150 da kelib mashinamga to'qnashuv holatini keltirgan. Endi hozir bo'lsa ish jarayoni mana qariyb 9 oy, 10 oy cho'zilib yotibdi. Shu uchun adolat so'ramoqchiman. Yordam bersanglar, iltimos sizlardan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz bu videoni, iltimos sizdan yordam berishingizni so'rab qolaman va oldindan rahmat derdim. Agar kuzatgan bo'lsangiz, iltimos sizdan.